Bu yurishimiz bo'lmaydi. Ertaga uyingga sovchilarni yubormoqchiman. Ertaga? Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Mani oldimda opam bor. Men opamni oldin erga tega olmayman. Opangni yerga berish kerakmi? Mani bitta qarindoshim bor, o'sha uylanadi. Opam rozi bo'lmaydi-ku. Rozi bo'ladi. Rozi bo'lmasa o'g'irlab ketamiz. Menga vashti farqi yo'q. Nima qilsangiz ham. Olib ketsanglar bo'ldi. Kelishdik. Bugun kechqurun boramiz. Eshikni ochib qo'yinglar, xo'p? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O onasimi bu? Yo, o'sha qiz o'zi. Yomon ketdi. To'xta. Ayrim qizlar uzoqdan shunaqa ko'rinadi. Ishon bu yaqindan ham shunaqa xunuk. Yo'q, bo'yanmagan. Bo'yanmagan luboy qiz shunaqa xunuk ko'rinadi. Kelinglarmi? Bu bo'ladi. Kelining jinnimisan? Yomon ketdi. To'xta. Opasi ham chiroyli. Bu bo'yangan. Voy, o'g'rimisanlar? Yo'q, bizlar o'g'rimas. Sovchilarmiz, assalomu alaykum. Voy, kechasida. Qanaqa sovchilik? Oy, o'g'lari, opamga kelishibdi, o'g'irlab ketishmoqchi. O'g'irlab ketishmoqchi. Boshqa variantingiz bormi? Ha, bolalarim, faqat ehtiyot bo'linglar. Yo'q, hammasi cho'tki. Olib chiqib ketayotganda boshiga ehtiyot bo'linglar. Yo'q. Akkuratda qilib shunaqa Ha, ochib ketamiz. cho'tki. Bashta tur jinnimisan? Men ketdim, uxlayman. Uxlavering, yaxshi tomon. Yaxshi dam olinglar. Bo'ldi, oy, siz kiravering. Hop. Mayli jura, sani baxting uchun adushi. Ko'chada kutib turaman. Qaq ketinglar. Mana hayotim sanlarga yugurishganmi? Ixtiyor ketibsan, mana uyingga olib ketmay deb qo'yay. Qiq qo'yib ketdi buni. Asrochkam opamni 3-4 uylari, 5-6 mashinalari, zavodlari borligini eshitib, o'zim uylanaman deb olib ketib qoldilar. Yangangni tushiray. Hey, bizdan olib ketilingan buyumlar qaytarib olinmaydi. Yuring, kiring. Qaytarib olib kelib qolsa nima Olib qilamiz? kelmaydi, yuring, kiring. Bekor shu ish qildik-da, Asroch aka. Nimaga? Ertaga opamni hech narsasi yo'ligini bilib qolsa o'rtog'ingiz, nima bo'ladi? U narsani bilgunicha, to'yi bo'lib baxtli bo'lib ketgan bo'ladi. Baribir bekor qildik-da. Unichi shunaqa aldab uylantirmasa, uylanmaydi u iflos. Yuradi so'qqa bosh bo'lib. Yoshlar baxtli bo'lib ketsinmi? Qo'sha qarib, uvali juvali bo'lib, ser farzand, ser davlat bo'lsin. Amin Alloh akbar.